Salom. Bugun men o'sha qirobdayman. Lekin men endi hech qachon Minecraft o'yna olmasam kerak. Chunki mening Minecraft'im o'chib ketdi. Ustimdan kulmangizlar, tashlashni bilmaysan deb. Men aslida tashlashni akimdan o'rganganman. Va men Google'ga kirdim. Minecraft 1.22 versiyasi deb yozdim. Kirdim. Minecraft tashlayman dedim. Tashlashni ham bilaman Minecraft. Lekin tasha olmadim. Tashlab bo'lmayapti. Play Marketga ham kirdim. Pul tashladim. Tashlolmadi. Baribir Play Marketdan ham tashlolmadi. Men nima qilishni bilmayapman. Endi boshqa qachon Minecraft o'yna olmasam kerak. Sizlar menga fikrlaringizni bildirsangizlar, men balki Minecraft tashlab o'ynayman. Kommentga tez yozib tashlanglar bola. Men Minecraft o'ynamasam yomon xafa bo'lyapman Minecraft o'yna olmaganim uchun. Hozir men faqat qanaqa o'yin o'yna olmayman, chunki hech qaysi o'yinni Play Marketdan tashlab olmayapman. Google'dan ham tashlab bo'lmayapti. Hattoki Brawl Stars ham. Bolalar tez yozib tashlanglar qanday qilishni bolalar menga. Men tezda tashlayman buni. Yoki-da kanallaringizni ismini yozsangizlar, kanallaringga obuna, like bosaman va men bu Herobrine deb yozib shunda suhbatlashamiz. Agar kimda kanali bo'lsa, kanali yo'qlar ham borda. Xayr, sog' salomat bo'lingizlar.